Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanamızda kıtanlar ekranımızda bulsun. Şarkı Türkistan'da Xitay virusu bilen yuqumlanğıçılarının sani 82'ge örledi. Atılmış Uyghur Abnum Rayonluq Səhiyyə Saqlıqni Saqlash Komiteti bugün e'lon qilgan eng yangi uchurda bildirilishicha, Sharqi Turkistonda Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni 82 ga chiqqan. 22-iyul soat 0 dan kech soat 24 ga qadar Urumchi shahrida 18 kishining yuqumlanganligi, alomatsiz yuqumlanuvchilarning 24 kishi ekanligi, diviziyada 1, Qashqarda 1 kishi bo'lib, Sharqi Turkiston bo'yicha umumiy yuqumlanuvchilarning soni 82 ga o'rlaganligi bildirildi. Bular ichida bir bemorning kasal ahvoli xatarlik bo'lib, 7 bemorning kasali og'ir ekan. Navbatda Urumchida 80, Qashqarda 1, diviziyada 1 yuqumlanuvchi bor ekan. Ayirib tekshirilgan kishilarning soni 3284 ga yetgan. Xabarda yana Urumchi shahar ichidagi avtobus, poyezd qatorliq ommaviy qatnash vositalari, diviziya va qisman shaharlardan Urumchiga boradigan ommaviy qatnash vositalarining to'xtatilganligi bildirilgan. Changsha Kashlik gazetining bugungi xabarda bildirilishicha, Xitoyning Dalian shahrida 2 kishining virus bilan yuqumlanganligi, 12 kishining alomatsiz yuqumlanganligi tekshirib aniqlangan. Doiralar darhol harakatga kelib, yuqumlanuvchilar bilan uchrashgan barliq kishilarni ayirib tekshirishga boshlagan. Xitoy Amerikaning Wuhandagi konsulxonasini taqashni o'ylashgan. Fransiya Xalqaro radiosining 22-iyuldagi xabarda bildirilishicha, Xitoy Amerikadan o'ch elish maqsadida Amerikaning Wuhandagi konsulxonasini taqashni o'ylashgan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Xitoy Amerikaning Wuhandagi konsulxonasini taqab Amerikadan o'ch elishni o'ylashgan. Aloqador xabarlarga qaraganda, Amerikaning Xitoydagi bosh elchixonasi hamda tashqi ishlar ministrligi bu masala haqida aniq uchur bermagan. Hozir Amerikaning Beijingdan boshqa Guangzhou, Shanxay, Chengdu, Shenyang va Wuhanda elchixonasi bor. Buningdan boshqa Amerikaning Hong Kong va Makauda bosh konsulxonasi bor. Amerika tashqi ishlar ministrligi bayonotchisining so'zi naql keltirilgan xabarda bildirilishicha, Xitoyning Houstondagi bosh konsulxonasining taqilishi bo'lsa, Amerikaning bilim, mulk huquqi va shaxsiy sonliq ma'lumotlarni qo'g'dashni kuchaytirishga qaytarilgan inkosi ekan. Xitoyning Amerikadagi elchixonalari bilim, mulk o'g'irlash, josuslik qilish qilmishlari bilan shug'ullanganligi aniqlangan. Amerikaning bayonotchisi yana Amerikaning egilik huquqiga daxli taruz qilishi va amerikaliklarga tahdid selishiga yo'l qo'ymaydiganligini, Amerikaning Xitoyning adolatsiz savdo raqobatiga hamda amerikaliklarning ish tepish fursatini egallab olishiga yo'l qo'ymaydiganligini bildirdi. Yana bir tarafdan Amerika prezidenti Donald Trump muxbirlarning savollariga javob berganda, Xitoy konsulxona xodimlarining josuslik qilish qilmishlari sababli Xitoy konsulxonasini taqashga buyurganligini, shundaqla Amerikadagi boshqa Xitoy konsulxonalarining har vaqt taqilish ehtimolining mumkin ekanligini bildirdi. Sharq Turkiston tashkilotlar birligidan bir hay'at dengiz fanlari jamiyatini ziyorat qildi. 22-iyul Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulloh O'g'izxonning yetakchiligidagi bir hay'at dengiz fanlari jamiyatini ziyorat qildi. Hay'atni dengiz fanlari jamiyati raisi Mahmad Cengiz apandi jamiyat markazida kutib oldi. Hay'at Mahmad Cengiz apandiga Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvoli, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqini oshkora qirg'in qilayotganligini, xalqning intayin xatarlik vaziyatda qolganligini, Sharq Turkiston muhojirlarining Turkiya va boshqa davlatlardagi siyosiy va ijtimoiy faoliyatlarini, Sharq Turkiston xalqi duch kelayotgan qiyinchilik hamda to'solg'ularni tunishtirdi. O'zaro Sharq Turkiston masalasi hamda Sharq Turkiston xalqi duch kelgan krizisni qanday usullar orqali hal qilish haqida fikr almashtirdi. Hay'at oxirida advokat Mahmad Cengiz apandiga Sharq Turkiston davlat gerbi tushirilgan xotira buyum hadya qildi. 190 tashkilot Sharq Turkistondagi majburiy emgakni to'xtatishga chaqiriq qildi. Germaniya ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, 190 tashkilot xalqaro jamiyatni kiyim-kechak shirkatlariga besim ishlatib, Sharq Turkistondagi majburiy emgakni to'xtatishga chaqirdi. Amerika bu hafta Sharq Turkiston xalqini majburiy emgakka selishga qatnashgan deb gumon qilingan 11 Xitoy shirkatiga jazo yurgizgandan keyin, dunyodagi 190 dan ortiq emgak va kishilik huquq tashkiloti bir qatimliq dunyoviy chaqiriqni yo'l qo'yib, barliq kiyim-kechak shirkatlari va parcha sotuvchilarni Sharq Turkistondagi majburiy emgakka sherik bo'lishni to'xtatishga chaqirdi.
Dunyoning har qaysi joylaridagi 190 dan ortiq emgak huquqi tashkiloti va Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlari 23-iyul Sharq Turkistondagi majburiy emgakni oxirlashtirish birlashmasi nomida xalqaro ittifoq uyushtirib, barliq kiyim-kechak shirkatlari va parcha sotquchilarni Sharq Turkistondagi majburiy emgakka chetildigan xom ashyo va mahsulotlarni ishlatishni to'xtatib, Xitoyning Uyg'urlarga ziyonkashlik qilishiga sherik bo'lishni to'xtatishga chaqirdi. Qulluq tuzumning bekor qilinishini ilgari surishga bel bog'lagan xalqaro qulluqqa qarshi turish shirkatining bosh ijroiya amaldori Yasin O'Konnor bu haqda to'xtalib, hozir kiyim-kechak markasi, hukumat va xalqaro tashkilotlar Sharq Turkistondagi majburiy emgakka qarshi harakat qilmoqda. Kiyim-kechak shirkatlari cho'qim ta'minlash zanjirini Sharq Turkistondan yo'tkab, rayondagi ta'minlaguvchilar bilan bo'lgan hamkorligini oxirlashtirib, ularning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarni ishiltib foyda olmasligiga kapolatlik qilishi kerak deganlarini bildirdi. O'tgan bir necha oyda dunyodagi nurg'un axborot va aqllar ambiri Sharq Turkistonda lagerda tutib turilayotgan zo'r turkumdagi Uyg'urlarni Xitoy o'lkalaridagi zavodlarga majburiy emgakka selish uchun yo'tkiganligini oshkorlagan edi. Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rnimi bu yil martda tadqiqot dokumenti e'lon qilib, Xitoyning sistemali holda 9 o'lkadagi zavodlarga kam deganda 80 ming Uyg'urni surgun qilganligini, az deganda 27 zavodning Xitoyning majburiy emgak planiga qatnashganligini e'lon qilgan edi. Dokument yana az deganda 83 xalqaro shirkatning bu 27 zavodda ishlab chiqarilgan xom ashyoni ta'minlash zanjirida ishlatadiganligi ko'rsatilgan edi. Buning ichida Nike, Adidas, Zara va Gap qatorliq kiyim-kechak markalari bor edi. Pompeo bilan Johnson Hong Kong va Uyg'ur masalasini muzokara qildi. Reuters agentligining 21-iyul bergan xabariga qaraganda, Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo va Angliya bosh ministri Boris Johnson Xitoyning Hong Kongdagi harakati va Sharq Turkistondagi musulmonlarga tutgan muomalasini muzokara qilgan. Xabarga asoslanganda, ular dunyoning o'rtaq bexatarligi va tashqi siyosat masalasi, jumladan Xitoyning Hong Kong va Sharq Turkistondagi harakati, Iran vaziyati va O'rta Sharq tinchlik musofasi qatorliq masalalar to'g'risida suhbatlashgan. Ammo qanday qarorlarning e'linganligi haqida ma'lumot berilmagan. Janubiy Germaniya gazeti 20-iyul e'lon qilgan Johnson Beijing bilan to'qinishga kirdi nomli maqolasida Angliya bosh ministri Johnson va tashqi ishlar ministri Dominic Raabning bu bir qancha kundan buyon Xitoyga qarata e'lon qilayotgan nutqlari ustida to'xtalib, Angliya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatning so'g'uq munosabatlar urushi davriga kirganligini bayon qilgan edi. Xitoy Urumchida noma'lum bir dorini sinab qilmoqda. Xitoy xabar to'rining 22-iyul bergan xabariga qaraganda, atalmish Uyg'ur avtonom rayoni xalq hukumati axborot ishxonasining to'r bekiti Sharq Turkistonda bayqalgan Xitoy virusi haqida eng yangi sonliq ma'lumotini e'lon qilgan. Navbatda jazmlashtirilgan yuqumlanuvchi soni 82 ga yetgan bo'lib, kasallik alomati ko'rilmay turib yuqqan kishi soni 69 bo'lib, hammasi Urumchida ekan. 3162 kishi tekshirishni kutmoqda. Xabarda yana 7-yanvar 21-kuni kechda sin yig'ini o'tkazilganligi bildirilgan, ammo yig'inga qaysi o'rinlarning va kimlarning qatnashganligi haqida ma'lumot berilmagan. Yig'inda Urumchida yuqumni qattiq kontrol qilish bo'libmi Xitoy virusi tekshirishida haqsiz yadro kislotasini sinab qilish o'rinlashtirilgan. Xabarda sahiya xodimlarining Urumchining barliq rayonlarida kishilarning bir-birlab tekshirilganligi va yadro kislotasini sinab qilganligi bildirilgan. Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan Tangritog' rayoni va Saybog' rayonida umumyuzlik tekshirishning oyoqlashganligi, boshqa rayonlarda sinoqdan burungi tayyorlik xizmatlari ishlanayotganligi ko'rsatilgan. İctimai taratqularda necha kundan beri ustida hech qanday marka va tushuntirish yozilmagan bir oq qutuluq dorining Sharq Turkistonda Xitoy virusiga qarshi dori degan nomda haqsiz tarqitilib sinab qilinayotganligi diqqat qo'zg'amoqda. Cory Gardner Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligini kuchlik aybladi. 22-iyul kuni Amerika Kengash palata a'zosi Kengash palatasining Sharqiy Osiyo Tinch okean va xalqaro to'r bexatarlik siyosati komitetining raisi Cory Gardner Amerika Kengash palatasining tashqi munosabatlar komitetining guvohlik yig'inida Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur musulmonlariga qartilgan kishilik huquq dafsandichiligi haqida alohida to'xtaldi va kuchlik tanqid qildi. Guvohlik yig'inida 2018-yili imzolangan Osiyoni kapolatga ega qilish qonunini Xitoyning yomon g'arazlik harakatini to'sish va dunyodagi kishilik huquqni qo'g'dash uchun qo'llanish muzokara qilindi.
Cory Gardner Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'ur musulmonlarini jazo lagerlariga solishi, vijdonimizni zilzilaga selishi, Amerika va xalqaro jamiyatning kuchlik inkosini qo'zg'ishi kerak edi deb ta'kidladi. Bu yil iyunda Amerika prezidenti Donald Trump Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasiga imzo qo'yib, rasmiy qonunga aylantirgan edi. Kengash palata a'zosi Cory Gardner mushu qonun loyihasini kuchlik qo'llagan va Xitoy amaldorlariga jazo yurgizishni talab qilganlarning biri edi. En demandant spécifiquement et officiellement, je le redis ici, la ferme. Fransiyadan sado chiqdi, Germaniya va Yevropa birligidan qachon ovoz chiqadi? Fransiya tunji qatim qattiq talaffuzda Xitoyning Uyg'urlar ustidan elib berayotgan bostirish siyosatini aybladi. Fransiya ovozining 22-iyul e'lon qilgan Fransiya Huawei va Xinjiangdan qaysisin tanlaydi nomli xabariga asoslanganda, Fransiyaning tashqi ishlar ministri Jean Le Drian parlamentda qilgan so'zida Xitoyning Uyg'urlar ustidan elib berayotgan bostirish siyosatini tunji qatim qattiq talaffuzda keskin aybladi. Paris siyosat institutining professori Antoni Bundas buni intayin muhim pozitsiya deb ta'rifladi. Xabarda tilga elinishicha, Fransiya hukumati ilgari Xitoyning davlat xavfsizlik qonunini Hong Kongga majburiy tanganlikqa qarab tura olmaydiganligini, qo'shnisi Angliyaning buningga qarshi tadbirlari davomlashgan taqdirda Yevropa ittifoqining o'rtaq gavda sifatida harakat qo'llanishni muzokaraga qo'yishni chetga qoqmaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, toki tunugungi kunigacha hech qanday sado chiqarmagan. Uyg'urlar uchrayotgan zulmlar to'g'risida aslo zuvan surmagan edi. 21-iyul Fransiya parlamentida o'tkazilgan yig'inda Fransiyaning tashqi ishlar ministri Jean Le Drian parlament a'zolarining savollariga javob berganda, o'zlari erishgan paketlarga asoslanganda Sharqi Turkistonda haqiqatan ig'ir darajadagi bostirishning mavjudligini tilga oldi. U Sharqi Turkistonda yuz berayotgan Uyg'urlarga qartilgan tutib turish lagerlarini, Uyg'urlar va boshqa musulmon millatlarga qartilgan keng ko'lamli tutqun qilish harakatlarini, g'oyib qilinish, majburiy emgakka selinish, tug'ut cheklashga majburlanish qatorliqlarni o'z ichiga olgan holda Uyg'ur madaniyati va diniy meroslarini vayron qilish, Sharqi Turkistondagi musulmonlarga bo'lgan nazorat, bu rayonda butun gavda bo'yicha yo'l qo'yilayotgan sistemalik bostirish, bularning hammasini Fransiya qabul qila olmaydi dedi. Xitoy zavodlari maska ishlab chiqarish uchun Uyg'urlarni majburiy ishlatgan. Avstraliya strategiya va siyosat tadqiqoti markazi bu yilning 5-ida Xitoy zavodlarining Uyg'urlarni qul ishchi o'rnida ishlatganligi va 80 shirkatning buningga chetishliq ekanligini aniqlab chiqqandan buyon bu masalaga oid yangi tafsilotlar davomli o'tirg'i chiqmoqda. 20-iyul New York vaqti gazeta to'rining videoli xabar qilishicha, Xitoy virusi dunyo miqyosida yamirgandan keyin Xitoyda va xalqaroda maskalarga bo'lgan ehtiyojning eshishiga ergashib, Xitoy zavodlari maska ishlab chiqarish ko'lamini kengaytgan. Bir qism zavod korxonalar hukumatning yordam turiga erishishi orqali Uyg'ur emgak kuchlarini ishlatgan. Tadqiqotchilarning qarashicha, bundaq yordam turi majburiy emgakni asos qildi ekan. Xabarda aytilishicha, virus yamrashdan ilgirki vaqtlarda Sharqi Turkistonda tibbiy davolash va kasaldan mudofaa ko'rish buyumlarini ishlab chiqaradigan 4 zavod bor bo'lib, bu yil 30-iyunga kelganda 51 zavodga ko'paygan. Tekshirishlar orqali buning ichida Tangritog' to'qimachilik zavodi qatorliq 17 zavodning emgak kuchi yo'tkash planiga chetishliq ekanligi ma'lum bo'lgan. Bu zavod korxonalar asosan Xitoy bozorini ta'minlaydigan mahsulotlarni ishlab chiqaradi ekan. Ayasofya ati 24-iyul rasmiy ibodatga ochiladi. Ayasofya jamisida o'qiladigan tunji qitimliq namoz tayyorliklari qilinayotgan bir vaqtda Turkiya Cumhuriyeti Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdo'g'an bir uchur ham baharladi. Cumhur Rais Recep Tayyip Erdo'g'an ham baharlagan uchurida Yücel Arzan so'zi va muzikasini ishlagan Ayasofya naqshi albomiga o'rin ajratdi. Naqshini o'xshamagan davlatlardagi san'atchilar o'qidi. Qirg'izcha, Bo'shnoqcha, Albancha, Azaricha, Kurdcha, Sivahilcha, Arabcha, Bengalcha va Yücel Arzan tarafidan turkcha o'qilgan naqshi albomi va naqshi teksti zo'r qiziqish qo'zg'adi. Recep Tayyip Erdo'g'an uchurida Ayasofya shamollar yalpisun qubbangda hurriyating ta azaldan sen bizning, bizmu sening deb yozdi. Ma'muriy sud mahkamasining 10-boshqarmasi 2020-yil 10-iyul Ayasofyani jamidan muzeyga aylantirishga munosabatlik 1934-yil 24-noyabr chiqarilgan Ministrlar Kengashi qarorini amaldan qoldirishi bilan Ayasofyaning jami sifatida ibodatga echilishining yo'li ochilgan edi. Sud mahkamasi buningga Ayasofyaning Fatih Sultan Mehmet Xon vaqfisining igidorchiligida ekanligini va jami sifatida xalqning xizmatiga sunilganligini sabab ko'rsatgan edi.
qarorda vaqfi hujjatidagi jami bo'lish xususiyatining sirtida ishlatishga va boshqa maqsadda foydalanishga bo'lmaydi degan moddaga bo'ysunmaslikning qonuniy jihatdan qat'iy bo'lmaydiganligiga hukm qilindi deyilgan edi. Bu munosabat bilan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon apandi ijtimoiy uchur vositalarida bayonot e'lon qilib, keng xalqimizni ati o'qiladigan juma namoziga da'vat qildi. Turkiyadagi Xitoy virusi haqida eng yangi ma'lumot. Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar soni oradan 40 kun o'tgandan keyin tunji qatim 900 ga yaqinlashdi. Turkiyada yaqinqi 24 soat ichida 19 kishi Xitoy virusi sababidan qazo qildi. Buning bilan yuqum sababidan qazo qilganlar umumiy soni 5545 ga yetdi. Tunugun bir kun ichida salomatligi tekshirilgan 43404 kishining 902 nafarida yuqum bayqaldi. Balnisdan chiqqan 1203 kishini qo'shganda salomatligi asliga kelganlar umumiy soni 205214 ga yetdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.